Leha hozir bugun juma kuni bu yerda juda ham katta savob bo'lar ekan. Biz keldik bizga. Mana yana Makkani ko'rsatyapman senga. Odam ko'p, mana ko'rib qayta qarab duolar qilgan bolalaringni. Otay bilan kelish nasib qilsin hammaga bolam. Duolaringni xursand bo'ldim, juda ham xursand bo'ldim. Qarib ketdim, endi juda ham qarib qoldim bolam. Nega menga kechirim so'raysan, har doim meni yaxshi gapirib, unda bergansan, Alloh rozi bo'lsin sendan. O'sha qaragin bolalaringga bosh bo'lgan juma kungi duolar qabul bo'ladigan joyi. Hammani duo qilaman, namozda o'qiymiz. Bundan aylanib chiqamiz. Sog' bo'lgan qizim. Mana eng baland soat, qaradilik.